Alloh taolo siz bilan bizni bitta gunohdan tiyilishligimizni qattiq talab qilgan. Qolgan gunohlarni inson sodir qilar ekan, ularni Alloh xohlasa kechiradi. Ammo shirk degan gunoh bor, tavhidning muqobilida. Bu gunohni qilgan bandani Alloh taolo hargiz kechirmaydi. Astagfirullah. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Albatta Alloh taolo o'ziga shirk keltirishini hech kimga kechirmaydi. Undan boshqa gunohlarni xohlagan bandasi uchun kechiradi. Ey odam bolasi, hadis qudusida Alloh taolo aytdi: "Yer qobig'i to'ldir gunoh bilan kelgan oldimga." Yerni gunohga to'ldirib tashagan bo'lgin, kelguncha. Lekin menga shirk keltirmasdan ro'baro bo'lsang, yer qobig'i to'ldir, rahmatim bilan seni kutib olaman deydi. Demak, boshqa gunohlarda hammasi bitta pallada, shirk bitta pallada turadi. Tavhid va shirk. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir misolni keltirdi.